Qo'qondagi navbatdagi ijodimiz nihoyasiga yetdi. Hattoki Xondi saroyi ham bu darajada chiroyli emas. Sababi u paytda Arturonni bolalar ijod qilmagan. Buni isbotini hozir biz ijodimizda ko'rishinglar mumkin va albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Har bitta fikr biz uchun juda ham muhim. İnşallah ijodimiz sizlarga ma'qul deb o'ylaymiz. Bundan da yaxshi proyektlar, bundan da zo'r proyektlar sizlarga kutib turibdi. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun ijod qilishda davom etamiz.